Sherzodam oxir kunlarda mashinama zapcha solibman, poddelga chiqadidan tez buzilib qoldi. Sen do'konlardan shundingmi? Bir xil zapchasini ikki xili bormi? Poddelga originali. 3 xil zapchasida misol aytib beraman. XZ kompaniyani Valeo brendi qarzniki diskalari va Sharoy Nakani shitlar hozir hamma mashinaning Xadoyinda Ester firmani mavjud turadi. Radnoy. Yangi Porsche, Ampere qo'ysalar. Bular hammasi original. Biz bu kompaniyalar bilan birinchi qo'l ishlashamiz. 100% original bo'ladi. Biz bemalol kafolat berib sotib turibmiz shuning uchun. 5% dan 10% acharli skidka bo'ladi firmada. Bizlar ham buni klientlarimizga 5% dan 10% acharli skidka berib turibmiz. Keyin bularni kopiyalari chiqib ketgan. Biz endi bu do'konda hozir bir dona ham yo'q bu poddelkasi. Chunki buni satishdan maqsad unda yolg'on so'zlab sotish kerak uni. Uni Koreya deb sotmasa, uni poddelka degan bilan hech kim olmaydi. Shermax firmamizning oliy maqsadi bor. Oliy maqsadi sifatli mahsulotni mijozlarimizga arzon narxda yetkazib berish. Bu oliy maqsadimiz bo'lgandan keyin biz bu version poddelkasini yetkazsak ham to'g'ri kelmaydi. Agar biz ish verjani bir verjadan podoriginalni girsak, bu kompaniya o'zi bizlarga keyin tovar berib bizlar bilan ishlashni to'xtatadi.